İnsan aldıran yaratıldı. Bayatın okugan ayette xuliqal insan min acel. Bizga kelgan ilahiy ta'limot aldırma devatıdı. Bu nimandi bu? İnsan nima uchun unda yaratilib qolib mundaq deydi? Agar unda yaratilmagan bo'lsa-chi? Biz deymizki, biz imtihon dunyosida oldi bilan buni esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Agar inson aldirangu yaratilmagan bo'lsa, taklifatning, vazifaning, ta'limotning nima hojati? Malaikalar va ularning ustiga taklifat yo'q, masalan bizga o'xshash. Atrofimizda yashayotgan hayvonlar va ularning ustiga ilohiy ta'limot yo'q, vazifa yo'q ularning ustiga. Ular o'zi yashaydigan, o'taydigan vazifaga loyiq ravishda yaratilgan shu vazifa bo'yicha ketaveradi, hech taklifat yo'q. Faqat inson imtihon qilinadi bu dunyoda. U ustidan shu yerda bir zilli qoladi. Xarakterimiz, tabiatimiz, havasimiz, qiziqishimiz bu ilohiy ta'limot bu. Biz dal o qiziqishlarimizni, havaslarimizni yengib mayaga kelalisak, imtihondan o'tgan bo'lamiz, jannatning badalini o'tgan bo'lamiz, undan keyin jannat bizning